kitoblari kayfa tutqun nahv ekan, keyin kayfa tutqun sarf va kayfa tutqun balogha, undan keyin ajrumiy yozilgan, keyin imlo kitobi va arud va kitabatul arabiyya kitoblari ham yozilib hozir nashrga tayyorlanayotgan ekan. Va agar sizlar qaysi kitobdan bularning orasidan qaysi kitobdan boshlash bilmayotgan bo'lsanglar, birinchi bo'lib kayfa tutqun ajrumiyya kitobidan boshlashinglar bo'lar ekan. U osonligi, ya'ni lisuhulatihi, oson bo'lganligi uchun inshaalloh va qoidalar yengil bo'lganligi uchun, umuman ajrumiyya yengil tilda yozilganligi uchun. تفضل أستاذنا الفاضل، أنت ترجمته إن شاء الله. تمام. وهناك ترتيب أيضا سأذكره، أن تبدأ أولا بالآجرومية، ثم بعد ذلك كيف تتقن النحو، ثم بعد ذلك كيف تتقن الإملاء، لأن الإملاء سيؤهلك إلى كيف تتقن الصرف. يعني تدرس الإملاء أولا وبعد ذلك كيف تتقن الصرف، ثم بعد ذلك ماذا؟ البلاغة. تمام. وفي النهاية إن شاء الله يوجد كتاب سيصدر بمعرض الكتاب إن شاء الله تقريبا بعد شهر، اسمه كيف تتقن الكتابة العربية. هذا الكتاب يتكون من مجلدين تقريبا، يعني أكثر من 1000 صفحة. وهذا الكتاب يعني طبعا يناسب الناطقين بغير اللغة العربية، لأننا وضعت فيها طريقة التحدث باللغة العربية والكتابة باللغة العربية، وهو سيفيدكم جدا إن شاء الله. نعم. tamam ustoz. Xo'p, birinchi bo'lib o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek kayfa tutqun ajrumiyadan boshlasangiz bo'lar ekan, oson bo'lganligi uchun, oson yozilganligi uchun, o'zi umuman mubtadi, ya'ni boshlang'ich bo'lgan talabalarga mo'ljallangan ekan. Kayfa tutqun ajrumiya tugagandan keyin sizlar kayfa tutqun nahvni boshlasangiz munosib bo'lar ekan. O'sha amaliyoti borligi uchun o'zim men bu kitobni bilan ko'rib chiqdim. Haqiqatan ajrumiyadan munosib bo'ladi. Keyin kayfa tutqun nahvni o'qib bo'lgandan keyin kayfa tutqun imloni bilish kerak ekan. To'yinki o'sha kayfa tutqun sarfdagi qoidalar sizlarga oson bo'lishi uchun. Kayfa tutqun imlo, ya'ni imlo qoidalarini sizlar mustahkamlab olsanglar, kayfa tutqun sarf kitobini tushunishinglar ancha oson bo'lar ekan. Demak, birinchi o'sha kayfa tutqun imlo kitobi, keyin kayfa tutqun sarf, keyin kayfa tutqun balogha va keyin kayfa tutqun arud va oxiri hozir bir oylardan keyin nashrga chiqarkan kayfa tutqun kitabatul arabiyya. Bu demak 2 jilddan iborat 1000 sahifali kitob bo'lar ekan va albatta o'sha arab bo'lmaganlar uchun mo'ljallangan va ularga osonchilik tug'dirar ekan inshaalloh. Ustozlar Sodiq, xayr. تمام. وكيف نستفيد من هذه الكتب؟ ما نصيحتك إن شاء الله للطلاب يريدون أن يتعلموا من هذه الكتب يعني بانتظام، وعلى أي شيء واجب عليهم أن ينتبهوا؟ لابد أولا الترتيب، يعني مثلا يبدأ بالآجرومية أولا قبل كيف تتقن النحو، ويبدأ بالإملاء أولا كيف تتقن، وبعد ذلك كيف تتقن الصرف. لماذا؟ لأن هذا يؤهلك لما بعده. يعني الآجرومية تؤهلك لكيف تتقن النحو، وكيف تتقن النحو يؤهلك إلى قطر الندى، وقطر الندى يؤهلك إلى شروح الألفية. كذلك نفس الأمر نفسه، تدرس مثلا الإملاء، بعد ذلك الصرف، بعد ذلك شروحات الألفية في الصرف. وبعد ذلك أيضا عند دراسة يعني تدرس الدرس الذي أنت تدرسه أو تتعلمه لابد أن تطبق عليه. لذلك أنا وضعت بعد كل درس ستجد مثلا تدريب من القرآن وإجابة هذا التدريب، وتنظر إلى هذا التدريب أولا وتجيب عليه بنفسك دون النظر إلى الإجابة، وبعد ذلك تنظر إلى الإجابة وتنظر لو أجبت بنسبة مثلا 100% هذا جيد، أما إن أخطأت فتعيد الدرس مرة أخرى وتحاول أن تفهم الدرس مرة أخرى وتكرر هذه المسألة مرة أخرى، ولا تترك أي درس أو لا تنتقل إلى أي درس قبل أن تفهم الدرس الذي قبله أولا. يعني لماذا؟ لأن علوم اللغة العربية تتصل ببعضها، يعني وكذلك الدروس تتصل ببعضها. لذلك لا تنتقل، مثلا لو أنت درست مثلا درس الممنوع من الصرف، لا تنتقل إلى الدرس الذي بعده قبل أن تفهم هذا الدرس جيدا، لأنك لو تركته مثلا لو تركته يعني ممكن لا تفهمه مرة أخرى. لذلك لا تترك أي درس دون أن تفهمه جيدا.
ممكن تترجم. Hop. Asosiy e'tiborni demak o'sha tartibga qaratishimiz kerak ekan. Tartib bo'lsa, osonlik bo'lar ekan. O'sha manhajiyat bilan, misol uchun, ba'zi talabalarda ko'ramiz, birdaniga o'sha katta-katta kitoblarga qiziqib, misol uchun, ajrumiyani hal to'liq tugatmasdan turib, patronlarga o'tib ketib qolishadi. Bunaqa emas. O'sha har bitta kitob o'sha intizom bilan o'qilsa, bir-birini osonlashtirib boradi. Misol uchun, siz kayfa tutqul ajrumiyani o'qisangiz, u sizga kayfa tutqul nahvni osonlashtirib beradi. Kayfa tutqul nahvni o'qisangiz, u sizga qotronlardan osonlashtirib beradi. Ya'ni mana shu eng muhim narsa bo'lgan narsa shu ekanki, birinchi o'rinda siz tartibga, manhajiyatga va tadrijga, ya'ni darajama-daraja o'qishga e'tibor qaratishingiz kerak ekan. Va shuningdek, ustoz har bir kitoblarda, ayniqsa men kayfa tutqul nahvni ko'rdim. Bu kayfa tutqul ajrumiyada ham bor, tadriblar qilganlar. Qur'ondan va hokazodan ko'p tadriblar berganlar har bitta mashqdan keyin. Va o'sha siz tadriblarni yaxshilab ishlab chiqishingiz kerak. Agar 100% topadigan bo'lsangiz tadriblarni, keyingi mavzuga o'taverasiz. Lekin agar sizda ba'zi xatolar bo'lsa, buni zarari yo'q. Qaytadan o'sha demak mavzuni ko'rib, keyin yana ishlab, o'sha to'g'ri bo'lmagungacha ishlab, yaxshilab tushunib o'tsangiz yaxshi ekan. Misol uchun, mamnun minas sarf mavzusini yaxshilab anglab, keyingi mavzuga o'tsangiz bu yaxshi bo'ladi. Shu tadriblarni to'liq bajarib. Lekin siz mamnun minas sarf mavzusini yaxshi tushunmasdan turib, keyingi mavzuga o'tib ketadigan bo'lsangiz, ya'ni manhajiyat bilan bu yerda manhajiyat muhim, chalkash o'qib ketadigan bo'lsangiz, tabiiyki bu narsa sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin ekan. Ustozuna Fadil, يعني ترجمت بالاختصار لكي لا تنتظركم. تمام. وهناك أيضا نصيحة لتعلم اللغة العربية أو لتستطيع أن تتحدث جيدا باللغة العربية، لابد أن تفعل 3 أشياء تقريبا: أن تتحدث وتستمع، يعني تتحدث وتستمع، تمام، وأيضا تكتب وتشاهد. يعني مثلا تتحدث وتشاهد وتستمع. كيف ذلك؟ يعني تتحدث مع شخص باللغة العربية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تستمع إلى شخص يتحدث باللغة العربية، تمام؟ هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تشاهد، تمام، مقاطع، تمام، مقاطع مصورة أو مقاطع فيديو، تمام، لأشخاص يتحدثون باللغة العربية، وتنظر إلى وجوههم وهم يتحدثون. يعني عندما سيقول مثلا كيف حالك مثلا، فتعبير السؤال هذا مهم. التعبير كيف حالك، ماذا تفعل. فلا بد، يعني لابد من 3 أشياء: أن تتحدث وتشاهد وتستمع. والمشاهدة طبعا تشاهد مثلا أناس يتحدثون باللغة العربية، أو مقاطع صوتية باللغة العربية، أو معلم يتحدث باللغة العربية، وهكذا. Xo'p, ustoz aytyaptilarki, arab tilini o'rganishda siz asosiy 3 ta narsaga e'tibor qaratsangiz, bu sizga foyda keltirar ekan. Ya'ni 3 ta narsa: birinchi o'rinda, ya'ni gaplashasiz; ikkinchi o'rinda eshitishga e'tibor qaratasiz; uchinchi o'rinda yozishga va ko'rishga e'tibor qaratasiz. Siz gaplashasiz, ya'ni o'zaro o'sha arab tilini biladigan, arab tilida gaplashadigan odam bilan gaplashib, unga tushuntirib berasiz va tabiiyki bu sizda tahaddus ochadi. Maksimum shu arab tilida gaplashadigan, misol uchun arab tilida gaplashadigan guruhlar bor, Arabic Global Room degan, misol uchun har xil guruhlar bor. Shu guruhlardan yoki o'zaro bo'ladimi, gaplashish kerak, ya'ni uyalmaslik kerak gaplashishdan. Ya'ni mana shu to'xtab qolmaslik kerak gaplashishda. Ikkinchi narsa, eshitish kerak. Ya'ni o'sha arab tilida gapirayotgan kishini eshitishga harakat qiling. Bu ham tabiiyki o'sha gaplash davomida bo'ladi. Eshiting. Har xil, misol uchun audio podkastlar bo'ladi. Audio YouTube'da bu narsani hozir ko'p iloji bor, yoki ChatGPTga yozsangiz ham chiqarib beradi. Bu narsa muhim ekan. Uchinchi bo'lib, demak siz tushahid, ya'ni ko'rasiz, ko'rib mushohada qilasiz. Har xil o'sha video xatlar, ya'ni o'sha videolar bo'ladimi, har xil deylik kinolar bo'ladimi, ya'ni sizga misol uchun kayfa haluk deb og'zini qimirlatib gapirayotganini 100% ko'rishingiz kerak. Bu sizda tabiiyki xuddi bolalardek o'rganish, bolalardek tushunish, his qilish, ya'ni arab tilini his qilib, arab tilida fikrlashni ochib beradi. Mana shu 3 ta narsaga e'tibor qaratar ekansiz inshaalloh. Jazakumulloh xayran ya ustoz. طيب اطرح الأسئلة وأنا سأجيب عنها إن شاء الله. نعم، أولا أنا أردت أن أسألكم الأسئلة. يعني كثير من الطلاب يكون عندهم هذه الأسئلة. أسئلة هناك موجود أسئلة 4 إن شاء الله.
نعم. أولا هناك بعض الطلاب يقولون مثلا أدرس اللغة العربية منذ فترة ولا أزال أشعر ببعض الفراغ في معرفتي. يقولون هكذا، يعني هو يدرس كثيرا منذ فترة طويلة، مثلا يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات، ولكن عنده موجود فراغ كبير في تعلم اللغة العربية، يعني في معرفة اللغة العربية. يعني ماذا يعني القواعد أم التحدث؟ القواعد أم التحدث؟ يعني هناك يعني في أوزبك، نعم، تفضل. في أوزبكستان هناك موجود يعني تعلم اللغة. الأشخاص ينقسمون إلى قسمين: التعلم الكلاسيكي، يعني التعلم كالنحو والصرف، وبعض الطلاب لا يدرسون فقط إلا النحو والصرف، وبعض الطلاب يدرسون فقط يعني التحدث والكتابة، يعني هم ينقسمون اللغة العربية قسمين. ولهذا يعني ربما بعض الطلاب يشعرون هذا الفراغ، يعني بعض الطلاب يشعرون فراغ في النحو والصرف، وبعض الطلاب يشعرون في التحدث وفي الكتابة. يعني ماذا تنصحون لهذا الطلاب؟ تمام. أو ماذا نصيحتكم لهذا الشخص ينقسم اللغة العربية إلى قسمين؟ جزاكم الله خير يا أستاذ. لكي لا تشعر بهذا الفراغ أو لكي لا يحدث هذا الفراغ، لابد أن تجمع تمام بين 3 أشياء. أولا أن تتعلم القراءة، وأن تتعلم التحدث والكتابة، وأن تتعلم القواعد. يعني لو تركت مثلا القواعد وتعلمت القراءة فقط ستشعر بالفراغ. تمام. طب ما هي الطريقة أو الطريق الصحيح؟ الطريق الصحيح لتعلم القواعد أن تبدأ بأسهل شيء. يعني إن كنت متوسط في القواعد ممكن تبدأ بماذا؟ كأنك شخص مبتدئ، تبدأ من الكتب. يعني مثلا إن كنت متوسطا في مادة البلاغة، لا تبدأ بالكتب المتوسطة، تبدأ من البداية. لماذا؟ لأن أهم شيء في القواعد التأسيس. لابد أن تبدأ بالكتاب الصغير أولا حتى لو كنت متوسطا، لكي تتأسس جيدا في هذا الأمر. هذا بالنسبة للقواعد. التدرج هذا أول شيء. بعد ذلك التطبيق. القواعد تحتاج إلى تطبيق، لابد أن تطبق القواعد. فإذا أخذت مثلا درس الفاعل مثلا، لابد أن تطبق على هذا الدرس. تمام. وكذلك أيضا تأتي بآيات من القرآن أو أمثلة، تمام، وتعرب. هذا ما نسميه بالتطبيق، لابد أن تطبق. كذلك أيضا من الأشياء التي تجعلك أو تساعدك على ألا تنسى القاعدة أن تشرح هذه القاعدة لنفسك أو تشرح هذه القاعدة لغيرك. هذا يثبت، يعني تثبت في عقلك. هذا بالنسبة لتعلم القواعد. إذن لابد أن تتدرج وأن تبدأ بالسهل أولا. هذا بالنسبة للقواعد. كذلك أيضا أن تطبق التطبيق، كذلك أن تشرح القاعدة. 3 أشياء. هذا بالنسبة للقواعد. ممكن تترجم هذا وبعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى القراءة والكتابة. نعم. خب birinchi o'rinda tadarruj, ya'ni darajama-daraja o'qish muhim ekan. O'rtada o'sha bo'shliqni sezmaslik uchun. Ya'ni bu yerdagi savol shunaqa bo'lganki, shu yuqorida sizlarga bergandim-ku, savol shunaqa bo'lganki, ko'p yildan beri arab tilini o'rganaman, lekin o'zimda hali ham bo'shliqni sezaman arab tilini o'rganishda. degan savol edi. Ya'ni bo'shliq bor qanaqadir. Ancha yildan beri arab tilini o'rgansa ham unga nimadir yetishmayotgandek tuyuladi. Bo'shliq bor, xuddi shuncha yildan beri arab tilini o'rgansa ham xuddi o'rganmagandek degan savol edi. Va bu savolga ustoz javob berdilarki, mana shunaqa bo'shliqlar yoki mana shunaqa chakkashliklar arab tilida bo'lib qolmasligi uchun tadarruj, ya'ni shu darajaga e'tibor qaratish kerak. Misol uchun, siz darajangiz o'rta darajaga tortsa ham, agar siz birinchi asoslarni, ya'ni boshlang'ich qoidalarni hali yaxshi o'rganmagan bo'lsangiz, qoidalar bo'yicha birinchi qoidalarni mukammal o'rganib chiqing. Ya'ni shu bir xil talabalar bo'ladi-ku, yuqori kitoblarga biroz o'tib ketadi, natijada bu yoqdagi asosi, ya'ni boshlanishdagi asosi qoidalardagi bo'sh bo'lib qoladi. Ana shunga e'tibor qaratish kerak ekan, ya'ni darajama-darajaga e'tibor qaratish kerak. Va bundan keyin darajama-daraja o'qish bilan birgalikda tatbiqqa ham e'tibor qaratish kerak. Ya'ni agar siz ming ko'p ma'lumotlarni o'qiyversangiz va siz tatbiq qilmasangiz, sizda bo'shliq paydo bo'lishi qolmasin. Ya'ni o'sha misol uchun Qur'onni o'rgansangiz, uni arab tilida bo'ladimi, deylik o'sha oyatlar bilan bo'ladimi, uni tatbiq qilishga e'tibor qaratishingiz kerak birinchi o'rinda. Va ikkinchi o'rinda o'sha qoidani birovga sharhlab bering. Misol uchun siz bugun izofa mavzusini tushungan bo'lsangiz, o'sha izofa mavzusini boshqa biror do'stingizga sharhlab berishga harakat qilar ekansiz.
تمام أستاذ. إذا ننتقل إذا أذنتم إلى السؤال الثاني إن شاء الله. تمام. ولكن أتحدث عن القراءة والكتابة سريعا. أولا القراءة كما قلنا وتحدثنا سابقا عن القراءة تحفظ الكلمات وتضع هذه الكلمات في جملة. يعني كل كلمة تعرف معناها لابد أن تضع هذه الكلمة، مثلا كل كلمة ممكن تضع كل كلمة تقريبا في 5 جمل تقريبا لكي تثبت هذه الكلمة في عقلك. وكذلك أيضا تقرأ تصاريف الأفعال. تصاريف الأفعال يعني مثلا تعلم، يتعلم، تعلم، معلوم، هكذا إلى آخره، متعلم، متعلم. هذه التصاريف تصاريف الكلمات. كذلك فهم، يفهم، افهم، مفهوم. هذه التصاريف يقرأها كثيرا لكي يعتاد اللسان، يعني لكي يعتاد اللسان عليها. تمام. كذلك أيضا بالنسبة للكتابة أن يكتب كثيرا، يعني يأتي بالدروس التي يقرأها ويكتب، يكرر الكتابة ومع دراسة الإملاء. خب birinchi o'sha qiraaga to'xtalib o'tishni xohlabdilar. Ikkinchi savolga o'tishdan avval qiroada, ya'ni siz o'sha o'rgangan yangi so'zlarni o'rgandingiz, misol uchun deylik o'sha bitta matn o'qidingizda bizda nima qilishadi? Yangi so'zlarni takrorlab, shunchaki bilmagan so'zlarni qaytarib o'tirishadi. Unaqa emas. Misol uchun o'sha bilmagan so'zlaringiz yangi lug'atlar asosida jumla tuzishga harakat qilar ekansiz. O'sha jumlalarni ko'p o'qishga harakat qilar ekansiz. Qiroatni ochishda yordamlashar ekan. Birinchi o'rinda mana shunga e'tibor qarating. Ya'ni shunchaki lug'atlarni sanoq qilishga emas, ularni amaliyotda qo'llashga harakat qiling. Kitabada ham xuddi shunaqa. Misol uchun bitta matn o'qisangiz, o'sha matndan olgan xulosalaringizni yozishga harakat qiling. Misol uchun biz Baynadakda ko'p mavzularni o'qiymiz, Manhajda, Bebrikda ko'p mavzularni o'qiymiz. Bundan olgan xulosamizni albatta yozishimiz kerak xulosani. Ya'ni shunchaki ko'chib qo'ymasdan xulosani yozishingiz kerak. Va bu sizga arab tilida fikrlash degan narsani ochib berar ekan inshaalloh. Tamam ya أستاذ. تمام. هيا تفضل كل السؤال. اطرح الأسئلة. نعم. السؤال الثاني. نعم. هل لا أستطيع ترجمة الكتب التي أحبها بوفاق وأجد صعوبة في قراءتها دون الحركات؟ يعني عنده موجود صعوبات في الحركات. هو يعرف يعني القواعد أو يعرف كثير من الكتب، ولكن إذا عنده يكون كتاب واحد هو لا يقرأ إلا بالأستاذ، يعني لا يترجم إلا بالأستاذ، فهو يعني متصل بالأستاذ. تمام؟ يعني لا يقرأ بمستقلا. ما نصيحتك لهذا الطالب إن شاء الله؟ نعم. نصيحتي له أن يقرأ بالحركات كثيرا، يعني أن يقرأ كتب تكون بالحركات، تكون مكتوبة بالحركات، ويقرأ كثيرا ويكرر لكي يعتاد اللسان على ذلك. وأنا قلت النصيحة السابقة أيضا أن يحفظ معاني كلمات كثيرة ويضع هذه المعاني في جملة. يضع هذه المعاني في جملة، يعني لو معنى واحد أو كلمة واحدة ممكن أقل شيء أن يضع هذه المعاني أو هذه الكلمة تقريبا أقل شيء 5 جمل تقريبا. إذا هنا وقراءة القرآن أيضا، أو لأن قراءة القرآن تكون بالحركات، كذلك أيضا أو قراءة الكتب المكتوبة بالتشكيل والحركات، ويكرر التكرار أهم شيء. نعم. xo'p, eng muhim bo'ladigan narsa bu takror ekan. Va o'sha bilgan lug'atlaringizni tepada aytganlaridek jumla tuzishga harakat qiling dedilar. Shu jumla tuzishga harakat qilsangiz, bu yoqda siz xatolar qilasiz. O'sha xatolarni to'g'rilashga harakat qilasiz. Xo'p, va yana boshida aytdilarki, siz o'sha harakatli kitoblarni ko'proq o'qirkansiz. Qarang, ajoyib. Ya'ni harakatli kitoblarni shunchaki bir martadan o'qib ketmasdan o'sha matnlarni ko'p marta o'qing va o'sha harakatli holatda o'sha so'zlar sizda hosil bo'lgandan keyin uni harakatsiz kitoblarda o'qishingiz ham oson bo'lar ekan. Shunchaki bir marta tarjima qilib ketmasdan, uni amaliyotda qo'llab, har bitta matnning ustini shunchaki bir marta tarjima qilish uchun emas, balki o'sha ko'p qaytarib, o'sha harakatlarni aynan mana bu so'z qanaqa harakat bilan kelyapti, ana shunga e'tibor qaratib, o'sha o'qigan matningizda bilmagan lug'atlaringiz asosida misol uchun 5 ta jumla tuzsangiz bo'lar ekan. Ana shu jumlalarni bitta qo'yib chiqsangiz sizda shakllanar ekan mana shu harakatsiz o'qish ham. Na'am ustoz. تمام إن شاء الله. تمام. السؤال الثالث، هناك أشعر بالحيرة، يعني عنده موجود حيرة. هل أبدأ بالنحو والصرف أو أركز على التحدث والكتابة أولا؟ يعني كما قلت يعني في أوزبكستان الطلاب يعني عندهم موجود الأسئلة كثيرة. لماذا يعني
بعض من المراكز التعليمية هناك يدرس فقط النحو والصرف، وبعض المراكز هناك يدرس فقط كتابة التحدث، يعني اللغة العربية الحديثة فقط، يعني يقولون هكذا عندهم يكون يعني موجود شعور. نعم هكذا. نعم، أنا في رأيي لابد أن تتعلم أولا القراءة والكتابة أولا، يعني تتعلم القراءة وبعض المعاني، بعد ذلك تدخل في القواعد، أو ممكن تتعلم الاثنين معا. تمام، إذا كانت عندك قدرة عقلية على ذلك، إذا كنت تستطيع. لكن في رأيي يفضل أولا أن يبدأ بتعلم القراءة والكتابة أولا، بعد ذلك يدخل في القواعد، لأن القراءة والكتابة أولا ستسهل عليك فهم القواعد. هذا في رأيي، هذا أفضل شيء. أما إن تعلمت القواعد، حتى لو تعلمت القواعد جيدا دون أن تتعلم القراءة والكتابة أو التحدث، لا فائدة من القواعد، ليست لها فائدة. يعني لو شخص درس جميع كتبي درسها وهو لا يستطيع أن يتحدث أو لا يتكلم وهو يعرف جميع القواعد، لا فائدة من ذلك. لماذا نحن نتعلم القواعد وندرس القواعد؟ لكي نتحدث جيدا باللغة العربية. فالتحدث والقراءة هي الأصل. تمام؟ لذلك يبدأ أولا بالقراءة والكتابة وبعد ذلك يدخل في القواعد. ustoz aytyaptilarki boshida o'sha ma'lum bir miqdorda qiro, ya'ni tarjima qilishi va ma'lum miqdorda gapirishi va ma'lum bir miqdorda yozishni o'rganib olib avvaliga, keyin qoidalarga tushgan afzalroq. Ya'ni chunki siz qoidalarni ming zo'r bilsangiz lekin siz gapira olmasangiz, lekin siz arab tilida erkin fikrlab yoza olmasangiz bunda foyda yo'q. Ya'ni siz zo'rdan juda ko'p nahv kitoblarini o'qib tashlagansiz, to ajrumiyadan boshlab alfiyagacha o'qib tashlagansizda, lekin sizda gapirish, bitta gapni eplab gapira olmasangiz buni foydasi yo'q. Nimaga? Chunki o'zi qoidalarni o'rganishdan maqsad arab tilida gapirish, arab tilida erkin fikrlab yoza olish. Demak, birinchi tahaddus, qiroadan boshlagan yaxshi, kitobadan boshlagan yaxshi, keyin qoidalarga kirgan yaxshi. Lekin eng afzali deyaptilar, agar talaba qodir bo'lsa, hammasini birgalikda olib ketgan yaxshi. Ya'ni shu qoidalar o'qish, deylik, gapirish, hammasini birga oz-ozdan olib ketsa, bu eng yaxshi narsa bo'lar ekan. Agar unda qudrat bo'lsa shu narsaga, ya'ni shu narsani eplay olsa. أستاذ عندك نصيحة إضافية إن شاء الله أو ننتقل إلى السؤال الثاني؟ لا، ننتقل إلى السؤال الثاني. تمام. هناك عندنا موجود يعني اختبارين، يعني هناك موضوع لاختبار الطلاب موجود، هناك نقول 0. هذا ربما اختبار الأوروبي المتحدة. عندنا موجود الثانوي العربي، الاختبار الثانوي العربي، وبعض الطلاب يعني يحصلون درجة منخفضة ويشعرون أنهم عالقون في موقف واحد. يعني مثلا درجة هم يحصلون درجة متوسط أو فوق المتوسط، ولا يعني يصلون إلى درجة متقدمة في درجة واحدة، هم كأن مبنية. ما نصيحتك لهذا الطلاب؟ المشكلة في هؤلاء الطلاب أنهم لم يتأسسوا جيدا من البداية. يعني هو من البداية ممكن، يعني أنا أجد بعض الطلاب من البداية مثلا لا يعرف شيئا عن القواعد وبعد ذلك يبدأ بقطر الندى. لماذا لم تبدأ بالآج الرومية أولا وقبل ذلك بالكتب الأخيرة بعد ذلك تدخل؟ هذا بسبب هذه المشكلة، عدم التدرج. فلا بد أن يتدرج، أو ماذا يفعل من الآن؟ يرجع مرة أخرى ويبدأ من جديد. تمام، ويبدأ من الكتب التي تناسب المبتدئين، ثم بعد ذلك ويفهم جيدا، ثم بعد ذلك الكتب التي تناسب المتوسطين، وبعد ذلك إلى الكتب الأخرى. Xo'p, bitta darajada qotib qolish sababi bu o'sha boshida asosi yaxshi bo'lmaganligi ekan. Ya'ni siz boshida asosi yaxshi qilmagan bo'lsangiz, boshlanishida o'sha osmonadan boshlab qiyiniga qarab ketmasdan birdaniga misol uchun katta kitoblarni ushlab olgan bo'lsangiz, tabiiyki o'sha bitta darajada qotib qolish holati bo'lar ekan. Boshidan asosi tekis quyib chiqqan bo'lsangiz, o'sha sizda tadarruj, ya'ni manhaj bo'ladida, sekin-sekin yuqori darajalarga ko'tarib boraverar ekansiz. Ya'ni boshida misol uchun deylik, ko'pchilik bilsa kerak, o'sha yuqori darajadagi qotiblardan olmaydi,
boshida o'sha osonidan, misol uchun ajrumiyadan boshlagansiz afzal va mana shunaqa tadarruj bilan, ya'ni darajama-daraja hovliqmasdan, shoshilmasdan ketadigan bo'lsangiz, inshaalloh bunaqa holat sizda bo'lmas ekan. Ya'ni eng muhimi bu yerda tadarruj, ya'ni darajama-daraja ketish ekan inshaalloh. Tamam? أستاذ هناك بعض الطلاب قد أرسلوا الأسئلة كثيرة. هناك ربما كان الأسئلة 75 ولكن نحن اختصرنا هذه الأسئلة وجمعنا إلى 10 سؤال إن شاء الله. وهناك موجود يعني أيضا الأسئلة من الطلاب. فننتقل هذه الأسئلة يا أستاذ أو عندكم نصيحة إضافية إن شاء الله؟ لم أفهم، كرر مرة أخرى. نعم، كان عندنا يعني الرابط وهناك الطالب يمكنه أن يسأل أي شيء منك يا أستاذ الفاضل. وجمعنا هذه الأسئلة وعدده كان 75 واختصرنا هذه الأسئلة. يعني هناك موجود كان الأسئلة متشبهة والأسئلة متكررة وجمعنا هذه الأسئلة بالاختصار. ويعني هذه الأسئلة من الطلاب، كان الأسئلة السابقة من عندي يعني أستاذ. تمام. أستاذ جزاك الله خير. السؤال السؤال الأول: من أي مرحلة يفضل بدء تعلم النحو؟ نعم أستاذ. تفضل أكمل. كل السؤال مرة أخرى. كم يستغرق إتقان النحو والصرف وكيف يمكن تسهيلها لتعلمهما؟ هذا الأمر يرجع إلى الطالب، يعني إلى الطالب نفسه هذه المدة. لكن أنا في رأيي لا يتعجل ولا يعني لا يقل تقريبا عن 2 تقريبا، لكن لابد أن يستمر على ذلك في هذا التقريب يعني. ولكن يختلف من شخص لآخر، يعني ممكن شخص يدرس أشياء قليل بقليل، وهذا ما أفضله. أنا أفضل في دراسة أي علم تمام هو التأني ولا يعني يأخذ قليل بقليل. يعني مثلا هناك أنا أجد يعني كثير من الطلاب يتعجلون، يريدون أن ينتهوا سريعا من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب دون أن يفهم جيدا هذا الكتاب. هذا ليس جيدا ولن تتعلم جيدا بهذا الأمر. إذن لابد التأني وأن تأخذ كم قليل، يعني أن تأخذ كما قليلا يعني من الكتاب الذي ستدرس منه يعني. خب بردی سوال شاقیدی نحو صرفni qancha muddatda mukammal o'rgansa bo'ladi va u nahvu sarfni o'rganishni qanday qilib osonlashtirsa bo'ladi degan savol edi va bu savolga ustoz javob berib aytdilarki, bu ya'ni qancha muddatda o'rganish talabani o'ziga bog'liq bo'ladi. Ba'zi talabalar misol uchun o'zidan o'rganishi afzal deb biladi. Ularga misol uchun 2 yil yoki 2 yildan ko'ra ko'proq vaqt ham ketishi mumkin. Ya'ni oz-ozdan o'rganmoqchi bo'lsa. Va mana shu oz-ozdan o'rganish bu yaxshi narsa ekan va ustoz afzal ko'radigan narsalar ekan. Lekin ba'zi talabalar bor, misol uchun yaxshi tushunadi, yaxshi anglaydi, lekin bunaqa talabalar kam bo'ladi. Ularga misol uchun tezroq ketsa ham bo'ladi. Ya'ni bu narsa talabaning o'ziga bog'liq bo'ladi. Lekin o'sha ustoz afzal ko'radiganlari oz-ozdan darajama-daraja har kuni oz-ozdan o'rganib borgan yaxshi ekan va mana shunda nahvu sarfni o'rganish oson bo'lar ekan inshaalloh. نعم أستاذ، عندنا السؤال التالي إن شاء الله: كيف يمكن تقوية القدرة على استخدام القواعد وتجنب الأخطاء الشائعة؟ يعني عنده موجود قواعد ولكن عنده مشكلة يعني استخدام القواعد، وكيف يتجنب من الأخطاء الشائعة إن شاء الله؟ يعني هو لابد مثلا لو أخذ درس الفاعل مثلا اليوم، لو تعلم درس الفاعل لابد أن يطبق عليه هذا التطبيق الذي يجعلك تتجنب هذه الأخطاء، أن تطبق على هذا الدرس وبعد ذلك تنظر إلى الجمل. يعني مثلا جمل موجود بها الفاعل وتنظر كيف يأتي الفاعل وتكرر هذه الجمل وتكتب هذه الجمل، يعني تكتب جمل مثل هذه الجمل بالضبط. وهذا نابع من قلة التطبيق، لأن القواعد لابد من تطبيقها. لو درست بدون تطبيق تمام يعني هذه الدراسة ليس بها فائدة. إذن تطبق هذه القواعد
تمام، وتضع جمل على هذه القواعد. يعني أنا أحيانا أسأل بعض الطلاب عندما أدرس لهم، أنا أريد جملة موجود بها فاعل، أريد جملة موجود بها بدل اشتمال، هو يأتي بجملة من عقله، هذا يجعله يأتي بجمل من عقله كثيرة على على هذا الدرس المعين يعني. Xo'p, demak ustoz aytayotgan narsa shuki, bir qoidani o'rgandingizmi, uni ortidan sira tatbiq qilib ketishingiz kerak. Va ana shu o'rgangan qoidalaringiz bo'yicha jumlalar tuzing. Misol uchun fa'ilni o'rgandingizmi, fa'ilga mos jumlalar tuzing. Deylik maf'ul mutlaqni o'rgandingizmi, unga mos jumlalar tuzing. Ya'ni tatbiq bu muhim narsa ekan. Har bitta qoidadan keyin tatbiq qilib ketsangiz va unga doir jumlalar eng kamida 5 ta jumla bo'lsa, shu 5 ta jumlalarni qilib ketsangiz yaxshi bo'ladi, deyaptilar. Va agar misol uchun dars davomida o'zaro networking qilsanglar ham bo'ladi, o'zaro talabalar bilan yoki ustoz bo'lsangiz o'sha talabalaringizga savol berib, bitta mavzu o'tgandan keyin, ya'ni misol uchun fa'il mavzusi o'tilgan bo'lsa, fa'ilga mos bo'lgan jumla menga keltirib ber degan savol. Ya'ni mana shunda talaba o'sha fa'il bor jumlani o'ylayotganda va ana shuni keltirib berar ekan. Ya'ni o'sha bitta narsani o'rganib, uni amaliyotda qo'llash, u tahaddusda bo'ladimi, gapirib bo'ladimi yoki yozib bo'ladimi, o'sha amaliyotda qo'llash juda muhim ekan. Tamam ustoz. عندنا السؤال مهم جدا للمدرسين ربما. هناك يقولون كيف يمكن تعليم العربية لغير الناطقين بها بسرعة وبفعالية؟ هذا للمدرسين. نعم. طيب، لابد أن تتحدث مع الطالب تمام بألفاظ سهلة ويسيرة. يعني مثلا إذا كان الطالب في المستوى الأول مثلا، لابد أن تتحدث معه بألفاظ يسيرة تناسبه، تمام، يفهمها. هذا أهم شيء، تمام. وتعامله كأنه أول مرة يدرس اللغة العربية، لا يعرف عنها شيء. كذلك أن تتحدث معه ببطء، يعني بطيئا. كذلك أيضا تجعله يطبق، وإذا كان مثلا لا يستطيع القراءة يقرأ كثيرا، يقرأ ويقرأ بالحركات. ونحن تحدثنا أنه كان يوجد سؤال بسبب هذا الأمر، يقولون أنهم لا يستطيعون القراءة بالحركات. يقرأ في القرآن كثيرا، أو يقرأ الكتب أو هذه القواعد يعني، أو الكتب أو الدروس المكتوبة بالتشكيل وبالحركات. طبعا هذا للطالب. أما بالنسبة للمعلم، قلنا ينتقي الألفاظ التي تناسب الطالب حسب المستوى. يعني لو كان لا تتحدث مع طالب في المستوى الأول كطالب في المستوى التاسع مثلا، لا، هذا من ضمن الأسباب يعني. Xo'p, bu ustozlar bergan savolga o'zi jamlagan edik. Bizga 75 ta savol kelib chiqqan. O'shani bir-biriga o'xshash savollar bo'lganligi uchun 10 ta savolga jamlaganmiz keyin. Ya'ni qisqartirib. Demak, bu yerdagi savol shu ediki, arab bo'lmagani uchun arab tilini qanday tezlik bilan va ya'ni foydali, natijali qilib o'rgatsa bo'ladi degan savol qo'yilgan bu yoqda. Ustoz aytibdilarki, birinchi o'rinda o'sha talaba bilan shunaqa muomalada bo'lish kerakki, u arab tilidan hech narsa bilmaydi. Ya'ni arab tili birinchi marta o'qiyotgan talabadek hamma narsani erinmasdan turib berish kerak va ya'ni sekin-sekinlik bilan, xotirjamlik bilan, shoshilmasdan o'rgatish kerak va amaliyotga demak olib kirish kerak talabani. Ya'ni tez o'tib ketmasdan amaliyot qilib, bir qoida o'rganildimi, обязательно uni amaliyotini qilib, yani shunday qilish kerak. O'sha talabani, u ko'p narsa biladigan talaba sifatida har bir talabaga o'zini darajaga mos ravishda muomala qilish kerak ekan. Misol uchun yuqori daraja bo'lsa, yuqori darajaga mos, o'rta daraja bo'lsa, o'rta darajaga mos. Deylik, boshlanish bo'lsa, boshlanishga mos. Ya'ni birdaniga misol uchun keyin kitoblarni o'qitib yubormasdan, birdaniga darajasi kelmasa kursga qo'shavermasdan, demak, o'sha hamma talabaning darajasiga mos muomalada bo'lish kerak ekan. Xo'p. هناك السؤال ربما هذا السؤال مهم في أوزبكستان بين طلاب الأوزبكية، ويقولون ما هي الفروق بين اللغة العربية الكلاسيكية والعربية الحديثة وكيف تؤثر على المخاطبة؟ السؤال يعني لكن يعني ممكن لابد أن تقول لي أولا كيفية الدراسة عندكم الكلاسيكية والدراسة الحديثة، وأنا سأقول لك. كما قلت سابقا يا أستاذ، هناك
الطلاب يتفرقون إلى قطين يعني. نقول مثلا في بعض المراكز التعليمية فقط هناك تدرس اللغة الكلاسيكية فقط، يقرؤون من الأجرومية إلى ألفية ابن مالك ولا يقرؤون شيء من التحدث أو من الكتابة. هم يقولون فقط يعني اللغة العربية فقط. لا، هذا ليس له فائدة ولن يتعلم اللغة العربية. وبعض المراكز التعليمية وفي بعض المراكز التعليمية هناك فقط تدرس اللغة الحديثة فقط للصفر، يعني لاختبار الصفر أو فقط لاختبار التمام، يعني لا يدرسون أي قواعد أو أي كتاب نصي يعني. لا، لابد يدرسون فقط تحدث بالحس. أنا فهمت. لابد أن يجمع بين الأمرين معا، يعني لا يجوز أن يتعلم القواعد بدون القراءة والكتابة، ولا يجوز أن يتعلم القراءة والكتابة دون القواعد، لأنهما يكملان بعضهما. تمام؟ فأنت تتعلم القواعد لتستطيع أن تتحدث بالحركات، تمام؟ وتتعلم القراءة لتستطيع أن تتحدث وتتكلم، فهذا يكمل هذا، لا نستطيع الاستغناء عن أحد منهم، فلا بد أن نجمع بين الاثنين. خب demek o'sha mumtoz bu yerda savol shunaqa ediki, ya'ni mumtoz arab tili bilan zamonaviy arab tilini farqi nimada va uni o'sha o'rganuvchiga qanday ta'siri bor deganda, bu yerda aytibdilarki, misol uchun faqat men bu yerda aytib berdim, ba'zi o'quv markazida faqat nahv sarf o'qitishadi, zamonaviy arab tiliga e'tibor berishmaydi. Ya'ni bizda bo'layotgan voqealarni aytib berdim. Yoki ba'zi o'quv markazida faqat zamonaviy arab tiliga qarashadida, ya'ni bir nima lug'atlarni yodlab qo'yib, iboralarni yodlab qo'yishadi, nahvga e'tibor berishmaydi. Ya'ni ajralib qolgan dedim. Ustoz aytdilarki, bu ikkisini bir-biridan umuman ajratib bo'lmaydi, bir-birini to'ldiradi. Misol uchun eshitib tushunish gapirishga rivojlantirishga yordam beradi. Qiroat bu ham gapirishni rivojlantirishga yordam beradi. Endi o'sha qavoid, ya'ni o'sha grammatika esa nahv sarfni o'rganishingiz, bular hammasini to'g'ri bo'lishi, misol siz gapirgan paytingizda to'g'ri harakatlanib qo'yib, to'g'ri i'roblarni qo'yib gapirishingizga yordam berar ekan. Ya'ni siz buni ikkisini bir-biridan ajratishingiz kerak emas. Hammasi bir-birini to'ldiradi, hammasi bir butun narsa ekan. Ya'ni xoh u zamonaviy arab tili bo'lsin, xoh u mumtoz arab tili bo'lsin, agar imkoniyatingiz bo'lsa ikkisini birgalikda o'rganing, imkoniyatingiz bo'lmasa ikkisini ham tashlab qo'ymang. Ya'ni birinchi qaysi birini o'rganib, keyin narigisini o'rganib, ya'ni bir taraflama bo'lib qolmasligingiz kerak ekan. Tamam ustoz. عندنا السؤال: كيف يمكن تعزيز المهارات القولية والكتابية والتغلب على التوتر والخوف في المخاطبة؟ يعني عنده موجود توتر والخوف دائما، هذا يعني المشكلة الكبيرة ربما بين العجم. التوتر والخوف هذا يعني ينبع من شخصيتك أنت أو من شخصية الطالب. نعم. تمام؟ هذا ولكن أما الأشياء الأخرى هناك أشياء أخرى. أنا قلت لك أن يقرأ كثيرا التكرار، لأن اللسان هذا آلة، لابد هذه الآلة أن تعتاد على التحدث والكلام، فالتكرار تمام كقراءة القرآن أو قراءة الكتب التي مكتوبة بالحركات والتشكيل يعني يجعل اللسان عنده مهارة على سرعة التحدث. وأنا كما قلت إن شاء الله في بعد شهر إن شاء الله سيصدر كتاب كيف تتقن الكتابة العربية، فهذا الكتاب للتحدث وللكتابة، وظفت فيه القواعد النحوية والصرفية والبلاغية واللغوية في الكتابة، يعني كيف تكتب باللغة العربية، كيف تكتب بالقواعد النحوية والصرفية والبلاغية، فهذا سيساعد أيضا يساعد في هذه المهارة، مهارة الكتابة والقراءة أيضا. يعني الطالب إذا يعرف كل القواعد أو كل التطبيقات، عنده موجود تطبيق والقواعد أيضا، يعني هذا يساعده إلى يعني كتابة جيدة وتحدث جيد. نعم أستاذ، أنا فهمتك جيدا. تمام، ونعم مثل ما قلت. Xo'p, demak o'sha qoidalarni yaxshi o'rgangan bo'lsangiz va uni amaliyotda qo'llab bilsangiz, inshaalloh sizda bu qo'rquv bo'lmas ekan. Ya'ni o'zingizga o'yinli holatda qoidalarni yaxshi o'rganib,
ya'ni bu o'sha qo'rquv qoidalarini yaxshi bilmaganingizdan yoki amaliyot yaxshi bo'lmaganidan ham bo'lar ekan va yana bitta narsa o'sha arab tilida fikrlay olmaslikdan kelib chiqadi. Ya'ni misol uchun siz zo'r kitoblar o'qigansiz, lekin arab tilida fikrlab ko'rmagansiz. Bu o'sha gapira olmaslik yoki gapirishdagi qo'rquv, yozishdagi qo'rquv, g'oya kelmasligi o'sha arab tilida fikrlashni rivojlantira olmaslikdan ham kelib chiqadi. Demak, o'sha ustoz aytdilarki, qoidalarni, shunga doir kitoblarni ko'p o'qisangiz, sizda shu arab tilida fikrlash rivojlanar ekan inshaalloh. طيب هناك أمر آخر بالنسبة للتوتر، يعني ممكن مثلا يعني تتحدث كثيرا مع صديقك باللغة العربية، يعني لو يوجد موضوع معين تتحدث كثيرا مع صديقك أو شخص تعرفه تتحدث معه باللغة العربية كثيرا، هذا يخفف عليك التوتر، لأن هذا نابع من الخوف أو من قلة الكلام الكثير يعني باللغة العربية. Xo'p, ustoz aytibdilarki, siz yana o'zingizda o'sha deylik qo'rquvni arab tilida gapirmoqchi bo'lganingizda yoki yozmoqchi bo'lganingizdagi qo'rquvni ketkazish uchun o'zingizni do'stingiz bilan gaplashishga harakat qiling. Turli xil mavzularda suhbatlashib ko'ring va bu sizga o'sha qo'rquvni yengishga yordam beradi. Ya'ni o'sha yagona narsa xato qilishdan qo'rqmaslik. Birinchi o'rinda siz xato qilishdan ko'pchilik talabalarda men ko'rganman, xato qiladi, xato qilishdan qo'rqadi-da, keyin gapira olmaydi. Ya'ni siz xato qilishdan qo'rqmasdan boshlashingiz kerak. يعني أستاذ هناك بعض الطلاب يخافون من الأخطاء يعني في التحدث. هو يعني يشعر أنه إذا يتحدث ويكون عنده الأخطاء وأصدقائه يرونه يعني ينظرونه. ما المشكلة في هذا؟ يعني عنده موجود. بالعكس، إذا هو أخطأ هذا جيد له، لأنه مثلا إذا هو مثلا أخطأ وشخص آخر صحح له هذا الخطأ لن ينسى ولن يخطئ في هذا الأمر مرة أخرى إن شاء الله. فهمتني؟ فهذا الخطأ ربما يكون مفيدا له. ya'ni o'sha hozir men savol berdim, ba'zi talabalar o'sha gapirishda boshlashdan qo'rqishadi yoki gapirsam xato gapirib qo'ysam birovlar meni ustimdan kuladi deb qo'rqishadi degan savol berdim. Ustoz aytdilarki, bundan qo'rqmaslik kerak, qaytanga o'sha xatolar bilan o'rganasiz. Misol uchun siz gapirdingiz, qanaqadir xato qildingizmi, o'sha xatoni kimdir sizga to'g'rilab bersa, natijada o'sha xatoni to'g'irlaganingiz bir umr esingizda qoladi. Ya'ni siz xato qilib o'rganasiz. Bundan boshqa iloji yo'q. Gapirasiz, xato qilasiz, to'g'irlaysiz, xato qilasiz, to'g'irlaysiz, shunaqa qilib o'rganasiz. Ya'ni xato qilishlikdan umuman qo'rqmasligingiz kerak ekan. نعم أستاذ، عندنا بعض الطلاب يعني هم يريدون أن يبدأ اللغة العربية، يعني درجتهم الآن 0. وهناك السؤال: ما هي أهم النصائح لتعلم النحو والصرف للأشخاص الذين يبدأون من الصفر؟ يعني هم يبدأون من الصفر ولا يعرفون حتى الحروف باللغة العربية أو حروف اللغة العربية؟ نعم يمكن من الصفر، يعني هو لا يعرف أي شيء. عندنا موجود كثير من الأشخاص لا يعرفون حتى الحروف. تمام. يدرس أولا الحروف، وبعد ذلك أن يتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية أولا. يعني ممكن يدرس مثلا تقريبا 3 مستويات تقريبا، وبعد ذلك مع دراسته القراءة والكتابة يبدأ بالقواعد. يعني لا يبدأ بالقواعد مباشرة، لا، يتعلم الحروف والقراءة والكتابة وبعد ذلك يبدأ بالقواعد. ya'ni birinchi bo'lib o'sha harflarni yaxshilab o'rganish kerak va ustoz aytibdilarki, birinchi nahv sarfi emas, avvalo oz bo'lsa-da gapirish va tarjimani o'rganib olib, keyin ya'ni grammatikaga sho'ng'ish kerak. Birdaniga arab tilini endi boshlang'ich talabani grammatikaga sho'ng'ittirib olmaslik kerak. Natijada talaba ya'ni arab tilidan qo'rqib qolmasin deyaptilar. Xo'p. عندنا السؤال أخير إن شاء الله، وهناك السؤال: هل يمكن لكل شخص التمكن من جميع مجلات اللغة العربية؟ وما أفضل تخصيص للتعلم؟ يعني يقولون كل شخص هل يفعل هذا أو فقط يعني الطلاب المخصصين؟ يعني ما رأيك عن هذا يا أستاذ؟ لا، كل مرة أخرى أعد. هل يمكن لكل شخص التمكن من جميع مجلات اللغة العربية؟ وما أفضل تخصيص للتعلم؟
تقصد مجالات. نعم. تمام. هو أولا يعني أنا في رأيي لابد أن تتمكن من النحو والصرف والبلاغة. تمام. يعني فالثلاث أهم شيء في اللغة العربية، يعني أهم ثلاثة مجالات في رأيي، يعني النحو والصرف والبلاغة. تمام. ولكن مثلا هناك بعض الأخوة أنا أرى مثلا أنهم يفهمون جيدا النحو لكن لا يفهمون جيدا الصرف، أو العكس. لماذا؟ لا، لابد إذا هو مثلا لا يفهم، هو يفهم النحو جيدا لكن لا يفهم الصرف جيدا، ماذا يفعل؟ يرجع ويبدأ كأنه لا يعرف شيئا عن الصرف أبدا، ويبدأ من الصفر. نعم. xo'p, ustoz aytyaptilarki, birinchi o'rinda arab tilini tayanchi bo'lgan narsa, ya'ni birinchi bu savol tushunsam, hamma o'sha arab tilidagi sohalarni hammasini bir shaxs o'zida mukammal o'rganishi mumkinmi? Ya'ni nahvu, sarf, balog'atni, deylik, tahaddus, tarjimonlik hammasini bitta shaxs hammasini mukammal o'rganishi mumkinmi degan savol berilgan. Yoki eng afzal demak taxassus qaysi o'sha arab tilini o'rganishda degan savol berilgan. Bu yerda ustoz aytyaptilarki, arab tilidagi bitta tayanchni bilsangiz, qolgan arab tilini sohalarini o'rganishingiz oson bo'ladi. Ya'ni nahvu, sarf va balog'at. Mana shu uchta narsani bilsangiz, arab tili sizga oson bo'ladi va arab tili eshiklar sizga ochiladi va qolgan sohalarni o'rganishingiz osonlashar ekan. Nahvu, sarf va balog'at. Agar siz nahvu yaxshi bilsangiz va sarfni bilmasangiz, qolgan sohalarni o'rganishga qiynalasiz. Yoki nahvu, sarfni bilsangiz va balog'atni bilmasangiz, siz so'zlarni yuqori tempda, yuqori ma'noda tuzishga qiynalar ekansiz. Mana shu narsa muhim ekan. إن شاء الله. نعم أستاذ، عندي إن شاء الله انتهت الأسئلة، وإذا يريد هناك أي شخص أو أي طالب يتحدث معك أو أي أمر عنده موجود، يعني أي مشكلة، هل يمكن أن نفتح أو أن يتكلم هذا الشخص معك يا أستاذ؟ تمام. لكن يتحدث معي عبر التليجرام أو عبر الواتس؟ لا، يعني يتحدث الآن، عندما إذا يكون الأسئلة الأخرى هو يسأل منك الآن إذا يكون عندك الوقت يعني. تمام، لا مشكلة. تمام. Ustozdan so'radim, agar oranglarda jonli ustozga qo'shimcha savol bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, savolinglarni beringlar va hozir yuqorida bir qancha savollarga javob berib chiqdik. Agar kimdir oranglarda jonli savol bermoqchi bo'lsa ustozga, yoki misol uchun o'zbekcha savoli bo'lsa ham ustozga qo'ldan kelgancha tarjima qilib berishga harakat qilaman. Bemalol hozir ustoz bilan jonli muloqot qilsanglar bo'ladi. Qo'lni ko'tarsanglar ochib qo'yaman. Umuman siz savollaringiz bormi ustozga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimda savoli bor? Botir domla, sizda savol bormi? Ustoz oldi uyaltib qo'ymanglar, endi kimdir savol bo'lsa beringlar. Rahmatullohi va barakatuhu. Kayfa haluk ustaz? Alhamdulillah bixayr. Va alaykum assalom. Allah يعطيك عافية. آمين وإياكم. عندي يوجد كتاب اسمه يعني كيف تتقن الصرف، ويوجد أيضا كتاب آخر. يعني ما رأيك، يعني أي كتاب أفضل؟ أنا درست صرف ولكن عندي يوجد مشكلة، يعني ليس كثير. يوجد كتاب يعني آخر، مثلا أنا أريد أدرس هذا الكتاب أيضا جيد، كيف تتقن الصرف، ولكن أريد يعني أدرس يعني كتاب آخر أيضا، طريقة يعني سهلة، هل موجود؟ تمام. تقصدين يعني للمبتدئين؟ اسمها كيف تتقن الصرف. نعم. هذا الكتاب، كتاب الصرف، يوجد كتاب اسمه الصرف التطبيقي للدكتور عبد الراجحي، أو نعم. التطبيق الصرفي، يعني أنا لا أتذكر جيدا، ممكن التطبيق الصرفي أو الصرف التطبيقي. مؤلفه اسمه الدكتور عبد الراجحي. هذا سهل جدا، هذا الكتاب ممكن تبدأين به وبعد ذلك تنتقلين إلى كيف تتقن الصرف. نعم. أيضا يوجد كتاب يعني نحو أجرومية، ولكن يوجد شرح يعني كثير جدا.
هذا أجرومية يعني كثير يعني شيخ يعني يشرح هذا الكتاب، أي يعني أفضل مثلا؟ أي شرح يعني أفضل؟ كيف تتقن الآجرومية أم كتاب آخر؟ لا، كتاب اسمه أجرومية، يوجد مثلا يشرح مثلا الأجرومية. طب هذا يعني أنا لا أعرفه يعني مثلا شخصا يعني معينا، لكن ممكن في رأيي يعني نذهب إلى شخص يشرح يعني شرح يناسب المبتدئين، تمام. لكن يوجد شخص أنا وجدته يشرح الآجرومية يشرحها جيدا، اسمه الدكتور محمد حسن عثمان تقريبا، يشرحها على اليوتيوب. وأنا أيضا شرحت متن الآجرومية، شرحت المتن للمبتدئين على اليوتيوب، اسمه شرح الآجرومية للمبتدئين. يعني ممكن تكتبين شرح الآجرومية للمبتدئين، هذا أنا شرحت المتن بطريقة سهلة تناسب المبتدئين. ممكن أنا أكتب هذا كتاب يعني اسمه، ممكن مرة أخرى أقول الصرف التطبيقي أو التطبيق الصرفي تقريبا، يعني هذا أو ذا، للدكتور عبد الراجح، موجود على الإنترنت يعني PDF. نعم كتبته. أدمين جاسيس PDF تشبه لنا. تمام، جزاك الله خيرا، الله يرضى عليك. وجزاك الله خيرا. خب yani gap qilmoqchilik bo'lsa ochib qo'yaman. Botir domlani ochdim, Ayubani. Faqat shu savollarni tez berasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustaz, do you speak English? So I want to speak English if you speak English. أنا لا أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، أنا فقط أتحدث باللغة العربية. Ustoz, qarang, bo'lmasa sizga o'zbekcha savol bering, siz bularga tarjima qilib bering. Bo'ldi, xo'p. Ana o'tirjimki Ustaz. Tamam. Bering. Ustoz, qarang, men yaqinda bir kursga qatnadimda. Arab tili birinchisi, ikkinchisi degan kitob bor, hozir muallifi esimda yo'q. Keyin sarfga o'tdik-da. To'g'risini aytsam, ingliz tili ustoziman o'zim. 11 yil dars hozir boshqa sohadaman, ya'ni ingliz tili bilan bog'liq, lekin tarjimonlik. Shunga bu darslar zo'r keldi-da, qanaqadir bir nima deydi? Qiynaldim. Oxiri kelib, xullas to'xtatdim darslarni. Endi to'g'ri, zo'r qiziqarli, lekin o'sha boyagidek ingliz tilida masalan, ingliz tilini o'rgatayotganda hozir eng zo'r mana shu oldindan kelgan bu narsa eng zo'r standart, birinchi gaplashishni o'rgatadi, keyin uje grammatikaga kiriladi-da. Men shuni ustozdan bir maslahat so'ramoqchiman, shu Madina kitobi bo'yicha yoki masalan Al-Arabiyya bayna yaday kitobi bor. Shundan o'rganib, masalan, o'sha u kitoblar inglizcha PDFlari ham bor-da. Ingliz tili orqali arab tilini so'ramoqchiman yoki ingliz tili orqalimi? Shuni so'ramoqchiman. So'zlashishni birinchi boshlash kerakmi yo sirazi sarf grammatikadan boshlash kerakmi masalan? Yo'q, bunga yuqorida javob berdilar, Botir nomli, ya'ni birinchi o'sha gaplash, ozgina o'qish, yozish, ozgina o'rganib olib, keyin nahv sarfga kirsanglar osonroq bo'ladi deb aytib o'tdilar. Keyin bo'lmasa sizga hozir ustoz yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Mana misol uchun bizda o'zbek tilida ham bor, masalan, ma'lum bir Telegram gruppa yoki saytlar bor. O'sha arabiy kitoblarni masalan, o'sha qayerdan olsa bo'ladi? PDF bor. Admin Mutolaa akademiyaga yozing, tashlab berishadi sizga PDF kanaldan. Yoki so'rang ham PDFni tashlab berishadi inshaalloh. Qaysi kitobdan boshlash afzalligini so'rab beraymi sizga boshlanishga? Shuni so'ramoqchiman. Shuni. نعم أستاذ عنده سؤال يعني هو تعلم في كثير من المراكز ولكن كان كتب المراكز له صعب يعني، فلهذا السبب هناك هل موجود أي كتاب يعني سهل للطلاب المبتدئين يعني أولا لنبدأ؟ يعني أنا أرى أن كتاب العربية بين يديك كتاب جيد جدا يعني ممتاز.
من أفضل الكتب. لكن إذا هو هذا الكتاب لا يناسبه، إذا لابد أن يتعلم أولا مع مدرس خاص مثلا الحروف وبعض القراءة لكي يستطيع أن يبدأ في المستوى الأول في اللغة في الكتب يعني العربية بين يديه. يعني يتأسس أولا في بعض الكتب أو في بعض الكلمات أو في بعض لكي يستطيع القراءة، لكي يجد هذه الكتب أو هذه السلسلة العربية بين يديك سهلة بالنسبة له. نعم، أولا يمكن أن نبدأ مثلا الكتاب دروس اللغة العربية، يعني نقول كتاب المدينة عندنا، يعني مؤلفه الشيخ سعودي، أنا نسيت اسمه. هل هو يعني هل هو أقل يعني هل هو أسهل من العربية بين يديك؟ هل هو نعم يناسب؟ ممكن يبدأ به إذا هو يناسب المبتدئين يبدأ به، وبعد ذلك ينتقل إلى العربية بين يديك. Botirdamlar birinchi o'sha durusul lug'ani, ya'ni madaniy kitobini o'qib, keyin baynidagi kitobiga o'tsangiz yaxshiroq bo'lar ekan. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat ustoz, jazakalloh xayr. Rahmat. Xo'p. ويشكرك يا أستاذ. نعم. ويشكرك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقدم شكرا جزيلا. يعني kimlar savol bo'lsa ochib qo'yapman. وعليكم السلام. شكرا يا أستاذ أحمد اسكندر. أنا لي سؤال، يعني هل توجد قناة العربية؟ نحن يمكننا أن ندرس صرف ونحو من أستاذ العربي، هل يوجد؟ معكم الأستاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أسأل الله أن يوصيك بالخير يا شيخنا. آمين يا رب وإياكم. لو سمحت عندي سؤال، هل عندك الدروس العلمية خاص تدرس بالرسوم أم لا؟ لا. في تطبيق النحو والصرف؟ لا، أنا شرحت جميع كتبي على اليوتيوب. يعني اكتب شرح كتاب كيف يمكن الصرف، شرح كتاب بس عندك الدروس ستجد موجود على اليوتيوب. تدرس صح؟ لا الآن لا، أنا لأنني أفعل الكتب الآن، أنا مشغول الآن في تأليف الكتب. أليس عندك تلاميذ كمثلك الذين يدرسون أو يطبقون الصرف والنحو للطلاب الآخرين؟ ممكن تسأل معك المعلم عبد الله. mana so'rashingizni aytyaptilar. Ya'ni ustoz hozir kitoblar bilan anaqa mashg'ul ekanlar, YouTube kanallari bor ekan, kursingiz bo'lar ekan. Arab ustozlardan dars olmoqchi bo'lsangiz, misol uchun agar darajangiz ko'tarsa, bin Abdulaziz o'zlariniki bor. Hozir ustozlar o'zlarining kurslari yo'q ekanda, kitobga yozish bilan mashg'ul ekanlar. Yoki bizning kursimizda o'qisangiz ham bo'ladi. Nahv mutolaa pro kursi bu yoqda o'sha tahaddus bilan nahv mutolaaga qattiq e'tibor qaratamiz. Hozir oxirida uni ham aytib o'taman va oxirida mana shu ustoz o'zi sizni ixtibor qilib, ya'ni tekshirib olib, keyin ijozalarni beradilar. Ular haqida oxirida gaplashamiz inshaalloh. Xo'p bo'ladi. Sen o'zi yozaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Arab tilini qaysi kitobdan boshlash kerak va ular kitobni tavsiya qiladilar ayni kunda va muallifini ham aytsalar qiynalmas edim. Yo'q, uni aytdilar, boshida Botirjon domla berdilar. Siz endi qo'shildingizmi? Birinchi o'sha Durusul lug'adan madaniy kitobidan boshlasangiz yaxshidilar. U osonroq bo'lsa, shu Durusul lug'ani o'qib bo'lib, keyin Baynidagi o'tsangiz yaxshidilar. Baynidagi eng yaxshi kitob ekan. Mabdaul qiroat bo'lmaydimi? Nima deydi? Undan boshlasa bo'lmaydimi? Mabdaul qiroatni manchu ustoz bilmasalar ham kerak. Ustoz. Tabii. Asl arab ustozdan sarf nahvu o'rganmoqchi edimda. Shunaqa kanal bormi, guruhlar bormi yoki boshqa ustoz tavsiya qila oladilarmi? Asl arablar bo'ladi, shunaqalardan
so'ramoqchi edim. Buni yuqorida aytdilar. Hozir men o'zim kurs ochib dars o'tayotganim yo'q. Ya'ni menga Abdullohga, ya'ni menga murojaat qilsangiz bo'ladi dedilar. Inshaalloh biz nahv sarf guruhi ochyapmiz. Nahv mutolaa guruhi shu ustozdan ijoza olsangiz bo'ladi. دقيقة واحدة وسأرجع إن شاء الله. نعم. يتكررون الأسئلة. تمام. نعم أستاذ، عندنا إن شاء الله بعض الطلاب يريدون رأيك عن دورتنا. يعني عندنا موجود دورة نحو مطالعة، وهناك كما أنا قلت يكون هناك كل الأفضليات وكل المميزات للطلاب الأعجميين إن شاء الله لكي يتقنوا في النحو وفي الصرف وفي المطالعة. وما رأيك عن هذه الدورة؟ يعني هل أنت ينصح للطلاب أن يشاركوا هذه الدورة؟ إن شاء الله ستكون دورة جميلة إن شاء الله ومنظمة. أنا أرى أن الدورة منظمة، وإن شاء الله يعني الذين سيدرسون سيحصلون على إجازة إن شاء الله. يعني هي دورة منظمة وجيدة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. bitta hozir ustoz so'zlarni tarjima qilaylik. Ustoz shu nahv mutolaa bo'yicha ustoz bilan maslahatlashib chiqqandim, aynan qaysi kitoblarni o'qitish va qanaqa tartibda bo'lishi bo'yicha, va shu tartibi ustozga ma'qul kelgani va inshaalloh o'sha kitoblar tugatilgandan keyin ijoza taqdim qilinishi haqida aytdilar. Kimlardir savol bo'lsa tartibni beramiz. Habibulloh, sizda savol bormi? السلام عليكم أستاذ، كيف حالك؟ أولا أنا أشكر لكل أساتذة الأوزبكية ليعطيني فرصة أن أتحدث معك. يعني لدي سؤال قصير، إذا بإذنك أقدم بكل سرور أقدم لك سؤالي بإذنك.